Qo'qonli obunachim, daromad olib keladigan joyni izlayotganmidingiz? Mana topdingiz. Umumiy maydoni 19 sotix. Bino xom va pishiq g'ishtdan aralash tarzda qurilgan. Ichkarisida 13 ta xona, bitta katta ombor va 3 ta sanuzel joylashgan. Remont holati yaxshi, devorlari toza, shift baland, har bir xonada havo aylanishi tabiiy ekan. Kirish qismi bitta, xavfsiz va tartibli qilib qo'yishibdi. Gaz bilan isitiladi. Yozda esa konditsioner orqali salqinlik ta'minlanadi. Kommunikatsiyalari to'liq, gaz, suv, svet, kanalizatsiya hammasi yetarli, tayyor holatda. Eng muhim tomoni, yer ikki qismga bo'lingan. Bir tomoni ishlab turgan choyxona, ikkinchi tomoni esa ombor sifatida foydalanilmoqda. Bu esa har bir niyatli inson uchun imkoniyat degani. Xohlaysizmi choyxonani davom ettirasiz, xohlang boshqa yo'nalishga aylantirasiz. Joy sizga moslashadi. Choyxona qismining o'z mijozlari bor. Bu esa yangi kelgan odam uchun allaqachon tayyor mijozlar degani. Ichkarisida 6 ta qozon o'chog'i, 6 ta xona va 6 ta so'risi bor. Mebel va texnikalar kelishilgan holda qoldirib ketamiz deyishdi. Ya'ni istasangiz to'liq tayyor holatda topshirilishi ham mumkin ekan. Bu joyni ko'rgan odam bir narsani tushunadi. Bunda nafaqat bino, balki ishonchli asos, joy va istiqbol sotilmoqda. Bu maskan faqat bugun emas, ertaga ham daromad olib keladi. Narxiga egalari $150,000 baholanyapti. Vodiy House orqali chiqqan mijozlarga yana kelishtirib ham beramiz deyishdi. Manzili Qo'qon shahar, Davronbek ko'chasi, 137-A uy, Afg'onbog' qabristoni yaqinida. Egalarining raqami ekraningizda. Aloqaga chiqing, joyni o'zingizniki qiling. Akam, kam bo'lmaysiz. Bugun qaror qilgan odam ertaga foyda ko'radi. Harakat qilganga o'zi baraka bilan siylaydi. Shu sabab agar sizda yoki yaqinlaringizda biznesni boshlayman degan niyat bo'lsa, bu e'lonni ulashib jo'natib qo'ying. Ehtimol aynan shu joy kimningdir hayotini o'zgartirib yuborar.